Ustalarda ishim qolib ketibdi shekilli. Uy, ichidan to'kilib ketdi. Voydod, bu kattaligini qarang. Baland ofis qilsangiz ofis bo'ladigan joy ekan. Juda zo'r lokatsiyadan akalar срочный stomatologiyaga yoki boshqa bizneslar uchun pod biznes joyimiz sotuvda. 140 kvadratli bu yer 1450 dan срочный, ya'ni kelishim yo'llari bor. Ekranlardagi nomerga telefon qiling. Alsharaf qurilish kompaniyasi orqali qurilgan bu domdagi 2-etajida bu pod biznes joyimiz jiloyga berilmaydi va kattaligini qarang, balandligini, hamma yo'qlari bor va bu ofisda yaxshi ishlar qilib va juda ham bizneslaringizni yo'liga qo'yib oling inshaalloh. Katta jigar mayerda bu 2-etajida bu tomondagi hammasi pod biznes uchun berilgan joylar. Bu yerda hech kim jiloy bu yerda yo'q. Bo'lib ham mana bu lestnitsadan pastga tushsangiz yo'l ko'rinib turibdi. Qashda endi 1-etaj desak ham bunday bo'laveradi. Bitta lestnitsadan ko'tarilasiz. Lestnitsadan chiqqaningizda ro'pparagidagi ofis sizniki bo'ladi inshaalloh. Bo'lib ham mana bu ko'cha, katta ko'cha ko'ryapsiz-a? Shu yerdan ofisingizni eshigi ko'rinib turadi. Kurmanjan datka 607. Bu tomoni Gorgay Kurgovoydan Tabaka Centerga yetmasdan bitta svetofor bor. O'sha svetoforda oldidagi Alsharaf qurilish kompaniyasiga tegishli bu domda mana shu jiga, mana shu eshigini ro'parasidagi ofisda inshaalloh. Sog' bo'ling va egasiga telefon qiling. Срочныйga 1450 ga, ya'ni kelishim yo'llari bor.